Assalomu alaykum qadrbaland qadrdon podpischilar, chorbi ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Husanboy uskalarining a'zolari. Bugun hafta kuniga juma, hammanglarning juma yomingiz muborak bo'lsin. Uzoq yaqindan ko'rayotganlarga hammasiga salom, musofirdagilarga hammasiga salom. Qadrli obunachilar, bugun 2026-yil 16-yanvar. Manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasi. O'zimizning xonadon Hasanboy Husanboylarning xonadonida mana shunaqangi chorva buqalarimiz bor. Qirg'iziston mesniy paroda, pul yengillaridan, bunaqangi gigant buqalar so'raganlarga gigantlaridan ham bor. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, vodiy bo'ylab bittasiz ham, ikkitasiz ham, hammasini olsangiz ham yetkazib beramiz. Dastlabkalari bor. To'g'ri u yoqqa xudo xolasa kelishamiz. Dastlabkalarni ham qilib beramiz. Bitta ikkita oladiganlarga murosa qilamiz. Akalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, o'zimizning kanal shaxsiy, o'zimizning mahsulotlar qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, narx-navolarni yoritib, hamma yo'g'ini ko'rsatib, kelishtirib narxlarini aytib beramiz. Kimga ma'qul kelsa, ekranda nomerlar turibdi, telefon qilaverasizlar. Qachon mol kerak bo'lsa, shu nomerlarga qilaverasizlar. Bu eski video bo'lsa ham, yangi video chiqqanda ham mol uzilmaydi bizda, xudo xolasa. Yil 12 oy shuning ichidamiz. Kattami, kichikmi, xudo xolasa tog' beramiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz, akalar. Xo'p, bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. 5 ta puli yengil, suvayli mana. Shahli buqalar, yemga tashlaydigan. Ro'zg'orbob buqalar, akalar. Bu yerda 7 dona mana. 2 ta. O'n bilan 3 ta. Voy ikki oqashqa bilan 5 ta, 4 ta, 5 ta. On bilan 7 ta, akalar. Mana uruqqa ishlaydigan ham bor. Fermalarga. Uzunligini qaranglar, jonivor. Bo'ylari 1.40 plus minus chiqaveradi. Mashin bilan manoniki. Manonisi 4 kurak, akalar. Rosmoni 4 kuragi chiqib bo'lgan. Oq quloq, oq tumshuq. Kilosi ham 500 ustida. Xudo xolasa. Endi tortmaganmiz, lekin molni o'zi aytib turibdi. Manonisi, akalar, hali bo'zak. Bitta tishini orasi ochilgani ham yo'q. Hali beri kurak chiqarish niyati ham yo'q buni. Xo'p, xudo xolasa bularni, akalar, narxiga keladigan bo'lsak, mana tuyalarini ko'ringlar. Stakan tuyoq, toy tuyoq mana. Bellarini ham ko'ringlar mana, akalar. Bunisi ham mana shunaqa mana. Uruqqa ishlayveradigan olovchilar ashi firmalarga olsa ham bo'laveradi. Qirg'iz buqalar, taga Qirg'izistondan kelgan. Yuvoshlik, yuvosh. Molga irg'averadi bemalol. Akalar, mana shu ikki osdan boshlaymiz mana boshidan. 35 million, nargisi ham 35 million. Xayri kami dastlabkasi hamma yo'g'i bor. Kesaklar ustida molni holatiga qarab kelishamiz. Molni bunda realni ustida kelib ko'ringlar, akalar. Videoda katta mol kichkina, kichkina mol katta ko'rinishi mumkin. Mollar kichkina emas, aytyapmiz, bo'ylari 1.40 plus minus. Kilosi ham bor, 500 ta u yoqda keladigan mollar. Endi bu kiloga sotiladigan mol emas. To'g'ri tushunasizlar o'zingizlar. Semiz emas, hali baqadigan. Bu yerda, akalar, 7 tasini bitta kelishamiz, xudo xolasa. Bitta ikkitaga ham savdo bo'ladi, 7 tasiga ham bitta narx aytib beramiz. Mana, akalar, bularni ham yaxshilab ko'ringlar mana. Oyoq qo'llarini, iliklarini, tumshuqlarini. Eng qizig'i, yashurga ham, dermatitga ham nimasi bor, garantiyasi bor, xudo xolasa. Sababi bular dehqonchilik buqalar, o'zimiz bahayotgan. Hamma evermaylarini qilib, emlamalarini qilib bahayotgan buqalar. Yeb yeyishlari zo'r, yebdan qolgan emas.
sekin yesa ham aytaverasizlar xudo xohlasa buqalar akalar. Mollar yemoq ichmog'i zo'r. Narxini ham bomba qilib beramiz xudo xohlasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar, laykni bangalatib turinglar. Nariyada kichikroq partiyalarimiz ham bor. Bularda 26 million so'mdan bir joyga qo'yib beramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta mana. Endi 24 millionga monosini chiqarib. Bunisi 24 million bo'lsa, bunisi mana o'ziga qarab 25 million so'm qizili. Bular mana 27 million so'mdan tanlab olishga mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta bo'lyapti akalar. Endi mana 5 ta ro'zg'orbob aytganimizdek pul yengillaridan 19 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketdi. 1, 2, 3, 4, 5 ta akalar. 20 million so'mdan tanlab olaverasizlar. Mana 19 dan bir joyga ketdi, 20 dan tanlab olaverasizlar akalar. Yemoq ichmog'i salomatchiligi zo'r. Daryoda kichiklari bor, ularni ham ko'rsatamiz akalar. Mana akalar. Nima deyapti bular? O'chaka, men olib keting deyapti-yu. Akalar, bu yerda 10 dona mana. Yaxshilab ko'ringlar. O'zimizning местный bo'zaylar, yaylovda yurgan bo'zaylar, xonadondan chiqqan bo'zaylar akalar. Mana qangi yosh katta suvaliklari ham bor. Mana qangi sifatli, sorti toza, kelajagi yaxshilari ham bor. Bularda 10ovini bir joyga 15 million 500 ming so'mdan narx chiqarib beramiz. Bir joyga olaman deganiga. Endi bu yerda 14 million so'mdan 17,5 millionga da mol bor akalar. 14ligi qani desiz, mana 14ligi. Mos 14 million. Monisi 15 million akalar. Monisi 15,5 million. Moy ham 15,5 million akalar. Mana qashqa bilan monisi 16 milliondan. Endi mo bitta, ikkita, uchta, to'rtta 17 million 500 ming so'mdan xayri kami bor. Endi 17 million 500 mingdan 2 ta olaman yo 3 ta olaman deydigan akalar bo'lsa, 1, 2, 3 ta 17 million 500 dan xayrisini qilib beramiz. Mononi o'zini olaman deydigan akalar bo'lsa, 17 million xayrisi bor, kami bor. Akalar, bularni oldidan ham ko'rsatib qo'yamiz. Yemoq ichmog'i xudo xolasa behijolat. Sog'lom bo'zaylar mana. Birontasini bundoqqani yo'q. Tumshuvlari oq mana. Kallalari, sortlari, sifatlari xudo xolasa o'ziga yarashib turibdi. Mana akalar. Kelaverasizlar. Qadrli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa bir donadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha video obzor qilib berdik. Kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiraverasizlar. Keyingi videolarga kamchiliklar to'g'rilab ketamiz xudo xolasa. Endi blogerlarchalik maqtab, gupirtirib yoritib bera olmagan bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Ekrandagi nomerlar 24 soat ishlaydi, behijolat bog'lanaverasizlar. Bu eski video bo'ladimi, yangi video bo'ladimi, telefon qilaverasizlar. Qishin yozin yil 12 oy mol bo'ladi. Hammani chorbasiga Xudoyim baraka bersin. Musofirdagilar ham sog' bo'linglar. Ko'rganda ko'rishguncha deydi-yu, kelaverasizlar akalar. Hammani chorbasiga Xudoyim baraka bersin.